Yaqub alayhissalomga xush xabarning kelishi. Bismillahirrohmanirrohim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Tərcümesi 94-cü ayət. Karvan Misirdən qozğalğan çağda ularning atisi yendikilərə mən həqiqətən Yusufның hidini iliyatman. Əgər sizlər məni aljıb qapdı deməyidigan bolsanglar, mən onu hayat etdim dedi. 95-ci ayət. Ular Allahның namı bilan qasamki, sən texiçi burunqi xata qarşыңda ekansan dedi. 96-cı ayət. Xush xəbərçi kelib köңləkni Yaqubның yüzüge yepividi, onun ko'zi dərhal içildi. Yaqub, mən sizlərə Allahның bildirişi bilən sizlər bilməyən nərsələrni bilmən demigənmidim dedi. 97-ci ayət. Ular, ey atımız, günahlarımız üçün Allah'tan bizə məğfirət tiligin. Çünki biz rastlı günahkarlardan bopdimiz deyişdi. 98-ci ayət. Yaqub, keyinçə Rabbimdən sizlərə məğfirət tiləyman. Rabbim həqiqətən nəhayət məğfirət qılğuchidir, to'liq mehribondir dedi. Təfsiri. Nihayet Yaqub alayhissalomning o'g'illari qarindoshi Yusuf alayhissalomni tanidi. O'zlarining ilgari uning qilgan yomonliklariga pushaymon qilib, gunohlari uchun kechirim so'radi. Yusuf alayhissalom ularni afv qildi. Ularning qo'liga o'zining ko'ngligini tutqizib, uni otasiga ilib berishni, kelar qatim kelganda oilasidagilarning hammasini ilib kelishini taplab, ularni o'rgatib qo'ydi. Shunday qilib karvon Misrdan yo'lga chiqdi. Bu asnoda ularning atasi Yaqub alayhissalom yendikilarga "Men haqiqatan Yusufning hidini iliyataman" dedi. Chunki u Allohning payg'ambari bo'lganlikdan vahiy yo'l bilan boshqalar his qilmaganini his qiladi. Yaqub alayhissalomning bu so'zini anglaganlar uni aqlidan izib aljib qapti. U Yusufning dardida og'ziga kelganini da'votidir deb ayblashidi. Shunga ular Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomni terik degan so'zga qarshi chiqdi. Shuningdan bir qancha kun o'tgandan keyin Yaqub alayhissalomning huzuriga xabarchi kelib, o'zining Yusuf bilan inisi Bunyaminni ko'rganligini aytdi va Yusufning ko'ngligini otasining yuziga yopdi-da, shu hamon uning ko'zi ko'rishga boshlaydi. Bu vaqtda Yaqub alayhissalom, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim" deydi. Haqiqat oshkorlandi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari o'zlarining ilgari Yusuf alayhissalom qilgan yomonliklari uchun otasining oldida egilib turib, uningdan kechirim so'radi. Otasining ular uchun Alloh taoladan mag'firat tilashini o'tindi. Atasi ularga keyincha Alloh taoladan ular uchun kechirim so'raydiganligini aytib, ularni xotirjam qildi. Chunki ularning sodir qilgani cho'ng jinoyat edi. Yaqub alayhissalomning bu gunohkor o'g'illari uchun Alloh taoladan darhol mag'firat talab qilmasligining sababi kelsak, birinchidan, ularning Yusuf alayhissalomga qarshi sodir qilgan jinoyati haqiqatan og'ir edi. Ikkinchidan, ularni oldi bilan Yusuf alayhissalomning kechirib o'tishi shart edi. Chunki zulmga uchragan kishi Yusuf alayhissalom bo'lganlikdan, Yusuf alayhissalom kechirmaguncha Alloh taolo ularni kechirmaydi. Yusuf alayhissalomning asl axloqiga qarang, u tashira qarindoshlar tarafidan shunchalik ko'p jafolarga va xatoliklar, xorliklarga uchragan bo'lsa-mu, ularga illiq chiroy echish va ularni kechirib o'tish orqali ularning qo'rqinchlarini va andishini bir andli yo'q qilib etdi. Ular shundan keyin gunohlarini dadil e'tirof qila oladigan holatga keldi. Chunki ular dastlabda Yusuf alayhissalomni taniganda qattiq qo'rqib ketgan edi. Chunki Yusuf alayhissalom ulardan xohlagancha intiqom olishga albatta qodir edi. Aksicha, ularga chiroyli va asliq muomala qildi va yana kelib ularga yaxshilik qildi. Yaqub alayhissalomning bir qancha kunlik Iroqdagi o'g'li Yusuf alayhissalomning yerini ola olganligi Alloh taolaning uning ato qilgan mo'jizalardan biridir. Chunki Alloh taolo har qanday bir payg'ambarga alohida mo'jizalarni ato qiladi. Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalomning ko'ngligini yuziga yepishi bilan ko'zini ko'rgan bo'lib ketishimi uningga Alloh taolo tarafidan ato qilingan mo'jizalardan biridir. Ammo uning qaysi tarqida qanday amalga oshganligini tadqiq qilish bizning ishimiz emas.
Biz faqat shundoq bo'lganligiga iymon etamiz xolos. Muhim nuqtalari. Birinchi, Yaqub alayhissalomning Misrda turayotgan Yusuf alayhissalomning hidini olganligi uning payg'ambarlik mo'jizalaridan biridir. Ikkinchi, Yaqub alayhissalomning yuziga o'g'li Yusuf alayhissalomning ko'ngligini yepish bilan uning to'la yig'lab ko'rmas bo'lib qolgan ko'zlarining ochilganligi ayrim bir mo'jizadir. Uchinchi, Yusuf alayhissalomning o'ziga yomonlik qilgan qarindoshlarini kechirayotganligi va otasi Yaqub alayhissalomning o'g'illar uchun Alloh taolodan mag'firat tilaganligi ulgulik ishlardan sanaldi. Chunki payg'ambarlarning har bir ish izi insoniyat uchun ulgudir. Yusuf alayhissalomning ilgirki tushining ro'yobga chiqishi. Bismillahirrohmanirrohim. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Tercümesi 99. ayet. Ular Yusuf'ның aldığı kirgende Yusuf ata-anasını quchoqladi ve Allah xolisa Misrga amon eson kiringlar dedi. 100. ayet. Yusuf ata-anasını taxtida o'ltirg'izdi. Ular Yusufga hurmat bildirish yusidan sajda qilishdi. O, "Ey ata, mana bu burun ko'rgan tushimning ta'biridir. Rabbim o tushimni haqiqatan rostga chiqardi. Shayton qarindoshlarim bilan mening aramni buzgandan keyin Rabbim meni zindondan chiqarish va sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi. Rabbim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. Chunki u hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir." 101. ayet. "Ey Rabbim, menga haqiqatan podshohlikdan nasiba ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, sen dunyo va oxiratda mening egamsan. Jinimni musulmon holatimda olgin. Meni yaxshi kishilarning qatoriga qo'shgin" dedi. Tafsiri. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning tavsiyasi bo'yicha otasining yoniga qaytib berib, ota-onasini Yusuf alayhissalomning huzuriga olib keldi. Yusuf alayhissalom ularning kelganligidan xabar tepib, barliq amaldorlarni elib shaharning sirtiga ota-onasini qarshi olish uchun chiqdi. Ularni noyida qizg'in qarshi oldi va chin quchoqlab bag'riga bosdi. Ondan ularga Misrga kiringlar. Bu joyning barakatlaridan keng tasha huzurlaninglar. Alloh taolo xohlagan muddatgacha sizlar xotirjam holda Misrda yashag'aysizlar dedi. Ondan saroyga boshlab kirib, ota-onasini o'zining taxtiga chiqarib, hurmat bilan yonida o'ltirg'izdi. Mufassirlar Yaqub alayhissalom bilan Misrga kelgan ayol to'g'riliq ixtiloflashgan bo'lib, ba'zisi u ayolning Yusuf alayhissalomning o'z onasi ekanligini ilgari surgan. Suddi mazkur ayolning Yusuf alayhissalomning onasi ekanligini, Yusuf alayhissalomning onasi Rahilning kenji o'g'li Bunyaminning tug'utida vafot bo'lganligini muayyanlashtirgan. Buningga binoan oyatdagi ota-onasi degan iboradan Yaqub alayhissalom bilan Yusuf alayhissalomning hammasi ko'zda tutiladi. Yusuf alayhissalomning otasi, hammasi va 11 qarindoshi hammasi Yusuf alayhissalomga hurmat sajdasi qildi. Yusuf alayhissalom buni ko'rib otasiga, "Ota, mana bu mening burun ko'rgan tushimning ta'biridir" dedi. Bu yerda so'rning beshida bayon qilingan "Ey ota, men tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilayotganligini ko'rdim" degan oyat ko'zda tutiladi. Bu holat mazkur oyatning tafsiri hisoblandi. Yusuf alayhissalomga tushida sajda qilgan Quyosh Yaqub alayhissalomga, oy Yusuf alayhissalomning ammasiga, 11 yulduz uning 11 qarindoshiga ishorat qiladi. Ondan Yusuf alayhissalom otasiga beshidan o'tganlarni so'zlab berib, hammasi Alloh taoloning katta in'omi ekanligini bayon qildi.
tushning amaliyotga aylanganligi, Yusuf alayhissalomning zindondan chiqib amaldor bo'lganligi, otasi, hammasi va qarindoshlarining qurg'oqchilikdan ocharchilik bo'lgan joydan barkatlik Misrga kelib, huzur halovatlik turmushga erishganligi qatorliqlarning hammasi Alloh taolaning uning qilgan katta iltifoti va cho'ng in'omi edi. Bularning hammasini Yusuf alayhissalom cho'ng bir xushallik bilan achchiq so'zlab berdi. Biroq o'zini qarindoshlarining quduqqa tashlab o'tganligini tilga olmadi. Bu qarindoshlarini o'sal ahvolga tushirib qo'ymaslik uchun edi. Shuningdek, Azizning ayolining uni tuhmat chaplaganligini tilga olmadi. Yusuf alayhissalom beshini o'tgan issiq sovuq kunlarning hammasini achchiq hikoya qilib bergandan keyin bularning hammasi shaytonning uning va qarindoshlarining orasini buzib, ularga qilgan yomonligidan bo'lganligini va Alloh taolaning bandalariga bo'lgan cheksiz shafqati uning gunohkor aqllarini mag'firat qilishga albatta yetarli ekanligini aytdi. Yusuf alayhissalom Alloh taolaning o'ziga ato qilgan katta inomlarini shundoq eslab o'tdi. Uning quduqdan chiqarilganligi, Misr azizining ayolining hiyla mikirdan qutulib qolganligi, turmadan aqlanib chiqib Misrda katta amaldor bo'lganligi qatorliqlarni bir-birlab eslab o'tdi. Ondan Alloh taologa mundaq deb duo qildi. Ey Rabbim, menga ko'p yaxshiliklarni ato qilding. Menga podshohlikdan nasiba ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Menga sening so'zlaringning hikmatlarini va sirlarini tushunish qobiliyati ato qilding. Ey osmon zamin va ularning orasidagi barliq mavjudotni o'rnaksiz yaratgan, ularga eng mukammal nizom va sistemalarni bekitgan ulug' Rabbim. Sen mening egamsan. Dunyo va oxiratlik butun ishlarim sening ilkingdadir. Haqiqatan sen ojizlarning va kuchliklarning egasisan. Sen hammani boshqarg'uvchisan. Mening jinimni musulmon holatimda olgin. Meni ajdodlarim İbrahim, İsmoil, Isoq va atam Yaqub qatorliq yaxshi bandlaringning qatoriga qo'shqin. Chunki sen hammaga qodirsan. Bandlaringga nihoyat mehribonsan. Muhim nuqtalari. Yusuf alayhissalomning kichik vaqtida ko'rgan tushining amalga oshganligi Alloh taolaning va'dasining haqligiga ayrim bir dalildir. Chunki uningga tushni ko'rsatgan va u tushni amalga oshirgan zot Alloh taoladir. Ikkinchi, ba'zi tushlarning amalga oshishi uchun bir qancha 10 yil ketadiganligi haqdir. Chunki Yusuf alayhissalomning tushi 40 yildan keyin amalga oshgan deyiladi. Üçüncü, Yusuf alayhissalomning qissasi Qur'oni Karimdagi eng mukammal va eng go'zal qissa bo'lib, uningda Alloh taolaning rahim shafqati va fazl karami gavdalangan. To'rtinchi, Alloh taolaga duo qilib hojatlarni so'rash ibodatdir. Duoda Alloh taolaning ism sifatlarini va duo qilg'uchining o'zining yaxshi amallarini vasila qilishi eng yaxshidir. Beshinchi, dunyo manfaatini kichik sanash va dunyo ishlaridan oxirat ishlarini oldingi o'rinda qo'yish payg'ambarlarning va haqiqiy mo'minlarning axloqidir. 6. Oxiratda yaxshilar bilan bir qatorda bo'lishni tilab duo qilish dinimizda tashabbus qilingan yaxshi ishlar qatoridan sanaladi. 7. O'limni tilash yaxshi emas. Payg'ambar alayhissalom la yatamanna ahadukumul maut va la yad'u bihi min qabli ay ya'tiya. Innahu idza mata ahadukum munqata'a amaluhu va innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khayra. Ya'ni sizlardan hech kim o'limni orzu qilmasin. O'limning tezroq kelishini tilab duomi qilmasin. Chunki odam o'lsa, uning amali uziladi. Mo'min odamning umrini yaxshilikdan boshqasi uzarta olmaydi deb ko'rsatgan. Yusuf alayhissalomning jinimni musulmon holatimda olgan deb duo qilganligi o'zining o'limini tilganligi emas, balki u kelgusiga oid tilakdir. Ya'ni mening ajalim kelgan chaqda jinimni musulmonlik holatimda olgan deganligidir. Bu har qanday bir mo'min odamning orzusidir. Qissaning maqsadi. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Tərcümesi 102 ayet. Ey Peyğəmbər, mana bular g'ayib xabarlardan bo'lib, biz uni sana vahiy qilyapmiz. Yusufning qarindoshlari hiyla mikr bilan ishlarini qarorlashtirganda, sen ularning yanida yo'q eding. 103 ayet. Sen gerçek kishilarning iymon etishiga erisman bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. 104 ayet. Sen buningga, ya'ni Qur'onni yetkazganligingga ulardan hech qanday haq talab qilmaysan. O Qur'on insonlar uchun faqatla vaz nasiyatdir. 105 ayet. Osmonlarda va zaminda nurg'un dalillar borki, ular uning yenidan parvo qilmay o'tib ketadi. 106 ayet. Ularning to'lisi Allohga ishonmaydi. Ishongandimi Allohga sherik keltirdi. 107 ayet. Ular o'zlariga Allohning qo'rqinchli azoblaridan bir azobni tushishidan yoki o'zlari sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan qo'rqmamdi. 108 ayet. Ey Peyğəmbər, ularga aytqinki, bu mening yo'limdir. Men kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar opuchuq dalil isbotga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. 109 ayet. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Mushriklar yer yuzida kezib yurib, o'zlaridan ilgarikilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Ahiret yurti taqvodorlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar hech aqlinglarni ishlatmamsizlar. 110 ayet. Hatta payg'ambarlar umidsizlangan va yolg'onga chiqarilgan bo'ldik deb turganda, ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xalqan kishilarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. 111 ayet. Ularning yana barliq payg'ambarlarning qissalarida aql egalari uchun albatta ibrat bor. Bu Qur'on to'qib chiqarilgan so'z emas, balki u o'zidan ilgari kelgan samoviy kitoblarni tasdiqlovchidir. Hamma narsani tafsili bayon qiluvchidir. Iymon etgan qavm uchun hidoyat va rahmatdir. Tafsiri. Allah Taala eng mukammal va eng go'zal qissa deb atagan bu qissani, ya'ni Yusuf alayhissalomning qissasini bayon qilib bo'lgandan keyin, bu qissaning va barliq payg'ambarlarning qissalarining Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini va uning Alloh taolodan yetkazganlarining haq va rost ekanligini isbotlashda eng kuchli dalil isbot ekanligini ta'kidlab mundoq deydi. Ey payg'ambar, biz sana yuqorida bayon qilib bergan qissalar Rabbingdan boshqa hech kim bilmaydigan g'aybning xabarlaridan bo'lib, biz seni undan xabardor qilyapmiz. Bu qissalarni sen va sening qavming ichidan hech biringlar bilmaydinglar. Anglabmi boqmagan edinglar. Yusuf alayhissalomning akalari uni quduqqa tashlab o'tish uchun hamma birdek boshqa turib, bir qarorga kelgan chaqda, sen ularning yanida yo'q eding. Garchi ular Yusuf alayhissalomdan qutulish uchun shunday hiyla mikrni planlagan bo'lsa-mu, Alloh taolo ularning hiyla mikrini barbod qilib o'tdi. Natijada ular Yusuf alayhissalomni yo'q qila olmadi. Ularning irodasining aksicha, Alloh taolo Yusuf alayhissalomning martabasini ko'tarib, uningga payg'ambarlikdan iborat katta sharafni ato qildi. Ey payg'ambar, bu qissalar sana Alloh taoloning vahiysi orqali yetib keldi. Bu qissalarni sen og'zaki rivoyatlardan anglab yoki biror tarix kitobidan o'qib bilmading. Albatta, chunki o'tmishlardagi qissalardan
Birərsini mundaq təfsili və mundaq top-toğru bayan qılıb bərgən birər kitab yox. Sən bularını fəqət vəhiy arqılıqla bildin. Şəksizki bular senin haq peyğəmbər ikənligingə güclük dəlildir. Əgər Allah Taala cimi insanların iman etişini xalğan bolsaydı, senin rastçıl peyğəmbər ikənligini isbatlaş üçün bu qısının özlə kupaya qılğan bolatdı. Lekin şunu bilgin ki, sən kişilərni müsəlman qilish üçün qançalik tirişçanlıq görsətsəngmi, qançalik yerismən bolsangmı, bərabir Allah Taala xalimsa, sən ularni müsəlman qıla olmaysan. Mundaqlarga qanchalik ro'shan mo'jizlarni va kaskin dalil isbotlarni ko'rsatsangmi, ular iymon etmaydi. Shunga sen o'zingni bearam qilma. Ularning iymon etmaganligi tufaylidan qayg'urma. Chunki sen ularni majburiy iymon etkazolmaysan va kishilarni iymonga majburlash uchun avatilgan payg'ambar emassan. Sen ularga Qur'oni Karimni tilovat qilib berib, vaz-nasihat qilgin. Shundan keyin ibrat oldiganlar ibrat oladi. Ey payg'ambar, ular nima uchun sana iymon etmaydigandir? Sen ularga Qur'onni yetkazganliging uchun ulardan haq talab qildingmi? Yoki sen ularga podshoh bo'lib olishni tiladingmi? Sen bularning hech qaysini qilmading. Balki sen o'zingdan ilgirki payg'ambarlarga o'xshashla ajringni Alloh taolodan kutib, kishilarni haqdinga da'vat qilding. Yetaklading. Ulardan hech narsa talab qilmading. Rabbing tarafidan narsani nozil qilingan bu Qur'oni Karim butkul olamlar uchun rahmatdir. Butun insoniyat uchun vaz-nasihatdir. Xalqan kishi uningdan vaz-nasihat elib iymon etdi. Xalqan kishi uningdan yuz o'riydi. Qur'oni Karimdan yuz o'rganlarning jazosini berish Rabbing Alloh taolo xos bo'lib, ularning ishini o'zi bir taraf qiladi. Ey payg'ambar, xuddi boshqa qissalarga o'xshash bu qissada sening rostchiligingga dalolat qilgan ishoratlar va dalil isbotlar shunchalik ko'p bo'lsa-mu, ularning yana iymon etmaganligidan hayron qolmagan. Alloh taoloning borligini va birligini ochiq namoyon qilib turadigan nurg'ulg'an alomatlar va koinot dalillari osmonlarda va zaminda shunchalik ko'p tursa-mu, yana iymon etmaydigan insonlarga kelsak, ularga qilingan vaz-nasihatlar va koinotdagi ibratli alomatlar xuddi hayvonlarga va jonsiz jismlarga ta'sir qilmagandek, ularga qilcha ta'sir qilmaydi. Shunga bundaq kafirlar haqiqatan hamisha yuz o'riydi. Chunki Alloh taolo ularning qilmishlari tufaylidan dillarini, quloqlarini va aql ko'zlarini pardalayotgan. Shun ular haqiqatni ko'rmaydi, haq so'zni anglamaydi, tushunmaydi va bilmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan odamni kim hidoyat qila olsin? Ey payg'ambar, Alloh taoloning bir ekanligiga va cheksiz qudratiga dalolat qilgan ro'shan oyatlardan va koinot dalillaridan yuz o'riydigan ashu insonlar Alloh taologa iymon etgan bo'lsa-mu, ibodatda mahluqotni unga sherik keltirdi. Ya'ni ular Alloh taoloning hammani yaratgan qudratli iloh ekanligini e'tirof qilib turib, ibodatni uning o'ziga qilmay, butlarga qildi. Agar ulardan sizlarni kim yaratgan deb so'rsam, albatta ular bizni Alloh yaratgan deb javob berdi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya'ni agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning burungi payg'ambarlarning davom ekanligini, payg'ambar avatishdagi maqsadning kishilarni hidoyatga yetaklash ekanligini, shundoq tursa-mu, ba'zi insonlarning haqiqatni bilib va dalil sifatlarni ko'rib turuqliq, yana iymon etmaydiganligini bayon qilgandan keyin Muhammad alayhissalomga islom da'vatining umumiy prinsipi haqida ta'lim berib, uni mundaq deyishga buyurgan. Bu mening yo'limdir. Men kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashgan ochiq dalil sifatga asoslanamiz. Ya'ni mening kishilarni Alloh taoloning diniga da'vat qilishda, Alloh taoloning roziligini ko'zlashdan boshqa hech qanday maqsadim yo'q. Men qilayotgan ishimning, tutgan yo'limning to'g'riligini obdan bilman va uning ishiman. Mendan keyin kishilarni Alloh taoloning diniga da'vat qiladiganlarmi, o'zlarining to'g'ri yo'l ekanligini yaxshi biladi. Chunki biz ochiq dalil isbotga tayinamiz. Men va mening yo'limga ergashgan mu'minlar hech qanday bir ishda Alloh taologa shirik keltiruvchilardan emasmiz. Dünya menfaatini ko'zlab aqidamizdan, yo'limizdan va da'vatimizdan voz kechadiganlardanmi emasmiz. Mol dunyo, shon shuhrat, farzandlar, tijoratlar bizni yo'limizdan to'sib qola olmaydi. Ey payg'ambar, sendan ilgari insonlarga payg'ambar qilib avatgan kishilarimizning hammasi inson avlodi bo'lgan erlar bo'lib, ular farishta yoki ayollar emas edi. Biz payg'ambarlarni orqa-orqadan avatib kishilarni ogohlantirib turgan va ularni maxsus farishtalarimiz bilan, ro'shan mo'jizlarimiz bilan kuchlantirgan edik. Seni shundoq kuchlantirdik. Ey Quraysh kafirlari, sizlarning holinglarga ajabki, sizlar yer yuzida kezib ko'rmamsizlar. Alloh taoloning diniga qarshi chiqqanligi va payg'ambarlarni inkor qilganligi tufaylidan har xil azoblar bilan halok qilingan Ad, Samud va Fir'avn qavmlarining yurtlaridan o'tmadinglarmi? Ularning diyorlarining xaroblarini ko'rmadinglarmi? Kufr bilan iymonning oqibatini hech bilmadinglarmi? Halbuki ular pul-mol, kuch-quvvat,
Adam sani jihatlarda sizlardan neçəsi üstün və artıq qavmlar idi. Amma Allah Taala'nın cəzası gəlgəndə ular özlərini bu cəzadan qutuldurup qalalmadı. Küfrünün aqibeti ana şundaq halokat bolsa, iman və yaxşı amalning kelajigi ikki dunyolıq amallıq, xotirjamlik, baxt saodatdir. Axirat hayoti mangulikdir və haqiqiy hayotdir. Sizlar buni bilmamsizlar? Biz payg'ambarlarni inkor qilgan kofirlarni jazolashga aldirab ketmadik. Balki ularni to'g'ri yo'lga qaytib qolar deb fursat berdik. Ammo ularning payg'ambarlarga va mo'minlarga qilayotgan yomonliklari haddidan oshgandan keyin payg'ambarlarmi ularning iymon etishidan va to'g'ri yo'lga kirishidan umidini uzganda ularga azobimizni avatdik. Bu ayni vaqtda payg'ambarlar bilan mo'minlarga nusrat, kofirlarga mag'lubiyat ham halokat edi. Mo'minlarni qutuldirdik. Kafirlarni bo'lsa, har xil azoblar bilan halok qilib etdik. Bundaq gunohkor qavmni Alloh taolaning azobidan qutuldirgan yoki ularga yordam qiladigan hech kim chiqmadi. Bütün payg'ambarlarning qissalarida, xususan Yusuf alayhissalomning qissasida aql egasi bo'lgan har bir odam uchun albatta ibrat bor. Qur'on Karimda kelgan qissalar to'qilma yoki afsona emas, balki Tavrat, Injil ve Zabur qatorliq samoviy kitoblardagi to'g'ri qissalarni tasdiqlaydigan va yoshirilgan haqiqatlarni o'tirg'a chiqaradigan qissalardir. Qur'on Karimdagi qissalar nihoyat go'zal va ibratli shaklda bayon qilingan. Dinning asosiga va aqida asoslariga munosabatli muhim masalalar to'liq va tafsiliy bayon qilingan. Qur'on Karim iymon etganlar uchun hidoyat manbasi va rahmat buluqidir. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ya'ni bu ulug' kitobdir. Uningda qilchi shek yo'qdir. Taqvodorlarga yetakchidir. Muhim nuqtalari. Birinchi, bu surada Muhammad alayhissalomning payg'ambarligi eng kuchli va eng keskin dalil sifatlar bilan kuchlantirilgan. Ikkinchi, kishilarni Alloh taolaning diniga da'vat qilish har qanday bir musulmonning diniy burchi bo'lib, dinga da'vat qilish dunyolik g'arazlardan xoli bo'lgan holda xolis qilindi. Uning ajri faqat Alloh taoladan kutiladi. Uchinchi, Allah Taala'nın birlikini ve cheksiz qudratini namoyon qilib turayotgan koinot dalillari ustida tafakkur qilish ibadetdir. Buningdan nasiba ololmaganlar g'aflatda qolganlardir. To'rtinchi, Alloh Taala'nın barligiga ishongan bo'lsa-mu, uning ism sifatlariga va qudratiga ishonmaganlar yoki ibodatda uningga boshqalarni shirik qilib qo'shib olganlar iymon etmaganlarga o'xshashdir. Beshinchi, qiyomatning bo'lganligi aql va dinning birdek talabi bo'lib, bu muayyanlashgan haqiqatdir. 6. Peygamber faqat erlerden kelgen bulup, ayollardan peygamber kelmegen degan qarash kuchlikdir. Ammo Alloh taolaning dinini tarqitishda va kishilarga yetkazishda er bilan ayolning mas'uliyati o'xshashdir. 7. Dinga sodiq bo'lib, ixlosmand bo'lishning bu dunyo va oxiratdagi foydalari intayin ko'pdir. 8. Muhammad alayhissalomga ummat bo'lgan har bir musulmonning islom dinini so'zi va amaliyati bilan yetkazish majburiyati bor. 9. Peygamberlerge ve müminlerge Allah Taala'nın yardımının keçikip gelişi, ularını sabırçılıkta ve çidamçılıkta yetildiriş ve bu arkalık ularının mertebelerini götürüş için bulup, her zaman en ahırkı galibe peygamberlerge mensup bolgan. Bunundan keyin en ahırkı galibinin hakiki müminlerge mensup bolduğanlığı da şek yok. Çünkü Allah Taala'nın hakiki müminlerge yardım kıldığanlığı hakikattir. Bu hakta Allah Taala'nın vədisi var. 10. Qur'on Karim ilm ma'rifat o'rganishni xohlaganlar uchun ilm ma'rifat buluqidir. U hidoyat so'rganlar uchun hidoyat manbasidir. Qur'on Karimning havzi kavsar sharbatidan iymoni mustahkam bo'lgan kishilarla ichalaydi. Ra'd surasi. Ra'd surasi Makkada nozil bo'lgan 43 oyatlik sura bo'lib, ba'zi ulamolar uni Madinada nozil bo'lgan deb qaraydi. Bu suraning asosliq maqsadi ilahi qudratning haqiqatini ve onun bazı ko'rinishlarini bayon qilish, Alloh taolaning va'dasining va ogohlantirishlarning rost ekanligini, shundaqla Alloh taolaning o'zgartish qonuniyatining haq ekanligini bildirishdan iboratdir. Bu surada Yusuf surasidagi وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Yani asmanlarda ve ziminde Allah'ın kudretiga dalalat qilgan nurg'un dalillar borki, ular uning yenidan parvo qilmay o'tib ketdi degan oyatning tafsiloti bilan arbabun mutafarriquna xayrun amillahul vahidul qahhar.
Ya'ni ko'p xil ma'budlar yaxshimi yoki qudratlik birli Allohmi degan oyatdagi tavhid masalasi bayon qiladi. Tavhid masalasi bayon qilingan. Hmm. Bu sure Allah Teala'nın çeksiz kudretini ve Allah Teala'ga kainatı bekitken mükemmel nizam ve güzel senetlerini namayan kılgan bazı misallarını bayan kılış arkalık Allah Teala'nın birlikini, hiç qanaq şirki yoki yardımcısı yo'qligini, qiyomatning bo'ldiganligini, Qur'oni Karimning haqiqatligini, butlardan va har qanday saxta ilahlardan madad va yordam so'raydigan mushriklarning eng cho'nqur azg'unliq ekanligini dalillaydi. Bu surening ismi mushu surening ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Yani güldürmeme Allah'ın medhiyle tesbih ediyor. Perşler mi Allah'ın eminip tesbih ediyor. Allah çaqmoq tushirib, uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qiladi. Kofirlar Alloh to'g'risida datalash qilishadi. Halbuki Allohning azobi qattiqdir degan oyatda kelgan guldirmama degan ma'nodagi ar-ra'id degan so'zdan ilingan. Qur'oni Karimning haqiqiy va Alloh taoloning qudrati. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim ra تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Tercümesi naydi şefqatlik, tolumu mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Birinci, Alif, Lam, Mim, Ra. Bu xildeki ayet harflerinin bayanı Bakara suresinin başında ötdi. Bunlar kitap, yani Kur'an'ın ayetleridir. Ey peygamber, sana Rabbim tarafından nazil kılınan bu Kur'an haktır. Lekin insanların tolusu onun işlenmeyir. İkinci, Allah asmallarını sizler körüvatqandek törüksiz barpa qılgan. Ondan erişinin üstüge örlügen. Gün bilen ayını bendilerinin menfaatiga boysundurup bergen zattır. Ularning har biri muayyan muddatgacha sayr qiladi. Allah mahluqotning ishlarini boshqarib turdi. Sizlarni Rabbinglarning oldiga bordiganliginglarga ishonsin deb qudratining dalillarini tafsili bayon qiladi. 3. U yer yuzini so'zib keng yaratgan, yer yuzi tog'larni va daryolarni barpo qilgan, mevalardan har bir turini erkak kishi ikki jinsli qilib yaratgan zotdir. O gündüzünü keçi bilen yepip durdu. Şeksizki bularda tefekkür kılıdığın kavim için Allah'ın varlığını gösterdiğin nurgun deliller var.
To'rtinchi, yer yuzida bir-biriga tutishib ketgan qit'alar, üzümlük bog'lar, turli ziroatlar, shoxlagan va shoxlamagan xurmo daraxtlar bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ammo ularning ba'zisini tamlik qilamiz. Sheksizki, bularda aqlni ishlatadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Tafsiri. Ey payg'ambar, bu oyatlar tuzilishi ajoyib mo'jizalik, mazmuni intayin mo'l, bayonlari nihoyat ochiq, ulug' kitob Qur'on Karimning oyatlaridir. Bu oyatlar shak shubhasiz haqdir va haqni aytadi. Uningda qilchi shak yo'q. U hamma tilda madiyalingan, hikmat bilan ish qiladigan Alloh taolo tarafidan sana nozil qilingandir. Lekin insonlarning to'lisi uning Alloh taoloning so'zi ekanligiga ishonmaydi. İnsanların tolusu nima uchun bu haqiqatga ishonmaydi? Uni vahiy orqali Muhammad alayhissalomga nozil qilgan zot osmonlarni sizlar ko'rib turayotgandek uzluksiz barpo qilgan. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arshning ustiga o'rilgan qudratli zot tursa, ular Alloh taoloning so'ziga nima uchun ishonmaydi? Quyosh, oy va yer shari qatorliq sayyorlarga sayr qilish sistemalarini, quyoshga yorug'lik va issiqlik berish, ko'rinish, yoshirinish qatorliq xususiyatlarni bekitgan zot Alloh taolodir. Alloh taolo bularning hammasini bandlarning manfaati uchun yaratgan bo'lib, bular va bulardagi intizom ta qiyomat qoyim bo'ladigan kuniga qadar Alloh taoloning irodasi bilan shunday sistemli holda davomlashadi. Alloh taolo koinotni o'z irodasi, xohishi va tadbiri bilan ana shunday idora qilib turadi. O'zining cheksiz qudratiga, mukammal ilm hikmatiga dalolat qilgan oyatlarni, koinotdagi har xil alomatlarni ana shunday tafsili va ochiq bayon qiladi. Ey insonlar, bularni bayon qilishdagi maqsad sizlar bu oyatlarni va alomatlarni ko'rib, Qur'oni Karimning rostli Alloh taoloning so'zi ekanligiga, Muhammad alayhissalomga nozil qilingan oyatlarning haq ekanligiga, o'lgandan keyingi terilishning jannat bilan do'zaxning haq ekanligiga ishonishinglar uchundir. Yuqorqilar Alloh taoloning qudratiga dalolat qilgan yuqori ufuqdagi koinot alomatlari bo'lib, yer yuzidagi koinot alomatlarimi oz emas. Zaminni kengaytgan, uni ustiga dastlab mangadigan qilgan, uningga egiz tog'larni bekitgan, sizlarni tatliq suv bilan sug'urib turgan zot Alloh taolodir. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada va khalaqnakum azwaja. Ya'ni biz zaminni silinji qilmadikmi? Zamin tavrab ketmasin deb tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Biz sizlarni ayol qilib yaratmadikmi? Zaminning har tarafga yilgan holatda keng yaratilganligi uning shar shakllik emasligini ko'rsatmaydi. Zaminning shar shakllik ekanligi ilmiy haqiqat. Alloh taolo har qanday bir o'simlikni erkak tishi qilib jup yaratgan. Hozirgi zamondagi ilm-fan buni isbotladi. Har qanday gul-chechak, dal-daraxt, ziroat changlishi qator orqali ko'paydi. Ularning changlishi shamol orqali bo'ladi. Alloh taolo har qanday narsani ana shunday ajoyib mo'jizalik yaratgan. Kecha kunduzni va kunduz kechini yapadi. Kecha o'zining qorong'uligi bilan kunduzning yorug'ligini, kunduz o'zining yorug'ligi bilan kechining qorong'uligini yo'gaydi. Alhamdulillah, shuna qilib 2 kunlik kitob o'qish vazifamiz tugadi. Hoppa.
Ne zaman yapabilirim bunu ya? Dijital detoksun size nasıl bir dinginlik sağladığını gözlemleyerek yazın. Bu da kalsın başka bir güne. Yeni bir konu üzerinde derinleşmek için bir gün boyunca güçlü bir öğrenme deneyimi yaşayın. Öğrenmenin size nasıl bir doyum sağladığını yazın. Allah Allah, yine bir konu. Hangi konu olabilir acaba? Yeni bir konu üzerinde derinleşmek için bir gün boyunca güçlü bir öğrenme deneyimi yaşayın. Ekim. Burada kalsın. Şuradan bir bakayım. Yaşam vizyonunuzu belirleyerek gelecekteki hedeflerinize odaklanın. Hedeflere odaklanmanın size nasıl bir yönlendirme sağladığını yazın. Bugün siz anlam ifade eden bir sözü düşünün. Size anlam ifade eden bir sözü düşünün. Ve bu sözün üzerinde düşünerek gününüzü geçirin. Anlamın size nasıl bir perspektif kazandırdığını yazın. Çevrenizdeki insanlara tebessüm ederek pozitif enerjinizi yayın. Tebessümün size ve çevrenize nasıl bir etki yaptığını yazın. Zaten biliyorum bunu liseden beri. Kendi hayat öykünüzü yazarak geçmişinizi gözden geçirin. Geçmiş deneyimlerinizi değerlendirmenin size nasıl bir anlam kattığını yazın. Farklı kültürlerin size nasıl bir zenginlik kattığını yazın. Tamam, bunu yazayım ben. Çekici bir belgesel izlemek, dünyanın farklı bir perspektiften görmek ve bilgiyle dolup taşmak için harika bir yoldur. Görsel şölenin içinde kaybolun, bilgiyi duyun ve belgesel izlemenin sizi keşfetme ve öğrenme arzusuyla doldurduğunu hissedin. Her belgesel yeni bir dünyaya kapı aralar ve bu keşif yolculuğunda sizi motive eder. Bir belgeselde kaybolun ve öğrenmenin büyülü dünyasında yeni ufuklara yelken açın.
Bugün müşüzlük bolsun. Kelar qatımlıq naq maydanda arkadaşımızı görüşeyle. Allah'a emanet.